Bektemir atrofidan kattaroq uchastka qilaman deb niyat qilib yurganlar bo'lsa yoki kattangchilar qiziqqanlar bo'lsa, shunaqa bitta zo'r variant ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Bektemir tumani Food Citydan 1,5 kilometr o'tganda orientir yo'li bo'yida o'zi bitta masjid bor akalar. Shu masjiddan oldidan kirganda Sholikor mahallasida joylashgan umumiy ko'rasizlar, mana ko'chadan kirib kelamiz. Bu yoq ham mahalla bor, tupik mahalla bo'ladi. Umumiy ikkita joy sotilyapti. Srochniga 10 sotix yeri bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri to'rtburchak shaklda ko'ryapsizlarmi? Quruvchilar bemalol qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Ko'cha talon fasadi ham uzunligini ko'ryapsizlarmi? Oxirigacha dalcha ketyapti, to'g'ri to'rtburchak shaklda. Eng kamida 3 ta yoki 4 ta kottej tushirsa bo'ladi bemalol. Bu yoq hovli bo'ladigan bo'lsa, kadastrda 7 sotix ekan, o'zi aslida 8 sotixdan ham oshiq deb aytishyapti. Bu yoq navishni joylab polностью qo'shib berishgan, o'zini imoratlari bor. Hovlisi ham to'g'ri to'rtburchak shaklda joylashgan. O'zini binolari bor, remontlari o'rtacha holatda kelib bemalol yashasanglar bo'ladi. Atak binosini bitta remont qilib kelib yashayman deganlar uchun ham bundan ortiq variant bo'lmasa kerak. Bu binosini tegi polностью podval bo'ladi. Bektemir tumanida Food Citydan 1,5 kilometr o'tganda yo'li bo'yida o'zi bitta masjid bor. Shu masjidning oldidan tushganda joylashgan botda Sholikor mahallasida 10 sotix joyi 1 sotixini $14,000 so'rashyaptilar. Albatta kesiladigan joylari bor. Uchastkaga keladigan bo'lsa, egalari $250,000 so'rashyaptilar. Kelishtirib beraveramiz deb aytishyapti. Pastdagilar nomerini qoldiraman.